Davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Payariq tumanida 33 yoshli ayol xususiy klinikada vafot etgani haqida xabarlar tarqalib, bu jamoatchilikning e'tiborini tortdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati ushbu xabarni tasdiqlagan. Ma'lum qilinishicha, voqea 12 yanvar kuni sodir bo'lgan. Marhumaning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Muxbirimiz manzilda bo'lib, ushbu ayanchli voqea tafsilotlarini o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri ukol qilingani bemor o'limiga sabab bo'lgani haqida aytilayotgan marhuma Payariqda ishbilarmon ayol sifatida ko'pchilikka tanish bo'lgan. U tug'ilgan kunni xorijda o'tkazishni rejalashtirib, bir haftadan beri xususiy klinikaga muolajaga qatnayotgan bo'lgan. Chetga uchib ketmoqchi edikda, shungacha oxirgi litseniyamni olayapman dedi. Olay deb qildidan ketdi. Ertalab mashinada o'zi bolalarni maktabga jo'natib yuborib, o'zi haydab chiqib ketdi. Oxirgi muolajalardan keyin ahvoli og'irlashgan. Bu haqida bemorni ko'rishga borgan ishchilar birinchi xabar topgan va yaqinlarga xabar bergan. Ukol qildim deyapti, salgina dedi, narkoz ko'p berib yubordim dedi. Lidokayinni dedi, ko'proq berib yubordim dedi. Lidokayin qildim dedi. Endi menga to'g'risini aytmayapti. Yaxshi hozir turib ketadi dedi. Vaziyat juda ham og'ir. Turib ketigan ahvolda emas. Umuman hech narsasi yo'q. Meni ishchilarim bechoralar yuragini bitib yotgan ekan borsam. Apparat hech narsa yo'q, hech narsa. Shifokor o'zi ro'lday deb bordi mashina. Qarang bilan bola qilgan, qorachi kattarib ketgan, o'zi yurak umuman ishlamayapti. Doktorlar tushdidan hammasi taniydi. Shavkat, kechikibsan dedi. Uni davolayotgan shifokor ahvoli og'irlashganini ko'rib, oila a'zolariga zudlik bilan davlat shifoxonasiga olib borish kerakligini aytib, tezlik bilan hududga eng yaqin bo'lgan Payariq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli birinchi sonli shifoxonaga yetkazishga ko'maklashgan. Biologik o'lim kuzatilgan holda olib kelishdi. Vrachchi o'zi tomonidan shaxsiy avtomashinasida reanimatolog, navbatchi kardiolog bilan birga ko'rganimizda fuqaroda hech qanday tiriklik alomatlari yo'q. Biologik o'lim kuzatilgan. Bemor qanday shikoyatlar bilan kelgani haqida bilish uchun 3 nafar farzandning onasi og'irlashgan klinikaga ham bordik. Ammo klinika eshiklari yopiq, shifokor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Samarqand viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi ushbu klinika reyestrda yo'qligini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan voqeadan xabarimiz bor, lekin bu yerda shunday Vazirlar Mahkamasining 80 sonli qarorida reyestrda yuritilish ko'rsatib qo'yilgan. Elektron axborot tizimida har bir ixtisosligi bo'yicha litsenziya olgan tashkilotlarning nomlari to'liq yuritiladi. Reyestr hamma uchun ochiq. O'sha holat bo'yicha ushbu reyestrda ko'rsatilmagan, bu ya'ni yuridik shaxs tashkil etilmagan va xususiy klinikalar ro'yxatiga kirmaydi bu yerdagi holat. Holat yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi shunday izoh berdi. Samarqand viloyati Payariq tumanida 1992-yilda tug'ilgan ayol vafot etganligi holati yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhumaning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Tekshirish harakatlari har tomonlama, to'liq va xolisona o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.